Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi hikoyamiz doya haqida bo'ladi. Agar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Mahliyo tibbiyot kollejini tugatib, bir chekka qishloqqa doya bo'lib ishga yuboriladi. U juda iqtidorli, mehribon va jasur qiz edi. Qishloq esa tog'lar orasida joylashgan sokin, lekin biroz sirli edi. Qariyalar bu yerda kechalari g'alati tovushlar eshitilishini, ba'zan esa homilador ayollar tushunarsiz sabablarga ko'ra farzandlaridan ayrilishini aytishardi. Mahliyo bu gaplarga ishonmadi. U ilmga tayanadigan, zamonaviy fikrlaydigan doya edi. Birinchi ish kunida u eski qorong'u devorlar chirigan tibbiy punktga olib borildi. Ichkarida xira chiroq, chang bosgan asbob-uskunalar va burchakda turgan qora sandiq diqqatini tortdi. "Bu nima?" deb so'radi u yonidagi hamshira Oydindan. Oydin seskinib ketdi, ko'zlari kattalashdi. "Uni ochma, u yerda hech narsa yo'q, faqat qadimdan qolgan buyumlar", dedi shoshilib. Mahliyo bu javobdan shubhalandi, lekin hozircha sukut saqladi. Unga bu joy yoqmagan edi. Har kecha u punktda navbatchilik qilardi. Tashqarida shamol uvillab, eshikni taqillatib turardi. Kechasi soat 2da birinchi marotaba nimadir eshitildi. Buvijonning ovoziga o'xshagan hushtak. "Mahliyo, sandiqni och." Mahliyo uyg'ondi. Terga botgan edi. Atrofda hech kim yo'q. Faqat eshik sharaqlab ochilib, o'z-o'zidan yana yopildi. Mahliyo o'sha tun sandiq oldiga bordi. Kalit sandiq ustiga tashlab qo'yilgandi. U asta ochdi. Ichkarida eski g'ilofga o'ralgan narsa bor edi. Ochdi. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqning qurib qolgan jasadi edi. Ko'zlari ochiq, og'zi esa xuddi qichqirayotgandek muzlab qolgan edi. To'satdan sandiq ichidan sovuq havo urdi va orqada ovoz yangradi. "Uni qaytadan tug'dirish kerak. U hali tirik." Mahliyo orqasiga o'girildi, lekin hech kim yo'q edi. Mahliyo qo'rqqanidan sandiqni yopdi va kalitni yana ustiga tashlab qo'ydi. Yuragi betinim urardi. Bu nima edi? Bu bola kim edi? Nega uni bu yerda saqlashgan? Mahliyo bu savollarga javob topolmay o'zini ovutishga urindi. Ehtimol bu eski tarix, bunaqa narsalar bo'ladi, deb o'zini yupatardi. Ammo kechasi yana u tovush eshitdi. Bu safar go'dak yig'isi, xira ammo baralla. "U hali tirik", degandek edi qo'ng'ir ovoz. Mahliyo uyg'onib ketdi. Tibbiy punkt bo'm-bo'sh, lekin sandiq ochiq edi. Mahliyo hayratdan qotib qoldi. U kalitni olib qo'ymagan edi. Ichkariga qadam tashladi. Sandiq ichidagi chaqaloq bu safar ko'zni ochgan, unga tikilib turardi. Ammo u ko'zlar insonniki emas edi. Oq yaltirab turgan g'ira-shira qorong'ulikni yorib yuboradigan g'ayritabiiy nigoh. To'satdan chaqaloq og'zini ochdi. Ichidan qora tuman chiqa boshladi. U tuman Mahliyoga yaqinlasha boshlagandi. Qiz orqaga tisarilib, eshikni ochib, tashqariga yugurdi. "Uni onasiga qaytar", dedi orqadan eshitilgan hushtak ovoz. "U tug'ilmagan, ammo uni bu dunyodan chiqarib yubormagan." Mahliyo hayratda. Ertasiga u qishloq oqsoqolini topdi va bu haqda gapirdi. Oqsoqol unga uzoq tikildi va nihoyat sekin dedi: "Sandiqda yotgan chaqaloq bu Habibaning farzandi. Kim u? Bu yerdan ketgan doya. U homilador ayollarga yomon muolaja qilardi. Oxiri bir ona Zulfiya ismli ayol tug'ayotgan paytda chaqalog'ini tiriklayin yo'qotdi. Habiba uni yashirib o'ldi deb aytdi. Ammo bola tirik edi. Qasam ichib aytamiz, u bola ko'zini ochgan holda hushtak chalgan edi." Mahliyo qaqshab qoldi. Unda nima qilish kerak? Uni onasini qabriga olib bor. Faqat shunda ruh tinchlanadi. Aks holda bu yerda biror ayol tirik bola tug'a olmaydi. Mahliyo sandiqni yana ochdi. Chaqaloq endi yo'q edi. Ammo eshik ortidan kimdir uni kutib turgandi. Qora libosda, yuzini berkitgan Habiba. "Senga uni ishonib topshirdim. Endi kech bo'ldi." Va to'satdan Mahliyo hushini yo'qotdi. Qulog'iga esa oxirgi hushtak eshitildi. "Endi sen doya emassan, sen onasan." Mahliyo hushini ochganida o'zini qishloq chetidagi eski ayvonli uyda ko'rdi. Qorong'i xona, atrof jimjit, faqat eshik tagida sekin g'ichirlagan ovoz eshitilardi. Go'yo kimdir yurayotgandek.
U o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Qorni og'ridi. Qo'li bilan ehtiyotkorligi bilan qorin tomonga tegdi va to'xtab qoldi. Qorni biroz shishgan, ichida nimadir harakat qilayotgandi. Go'yo tirik jon. Bu mumkin emas, deb pichirladi Mahliyo. Men homilador emasman. To'satdan eshik asta ochildi. Ichkariga qariya ayol kirdi. Bu Habiba edi. Yuzida qorong'u ifoda, sochlari yoyilgan, qo'lida eski doktor sumkasi. U seni tanladi, Dedi u. Kim? o'sha sandiqdagi. U seni onasi deb tanladi. Endi undan qutula olmaysan. U seni ichingdan chiqadi. Uni ruhi seni to'liq egallaydi. Mahliyo baqirib yubordi. Yo'q, bu mening bolam emas. Men u sandiqni ochmasligim kerak edi. Ammo Habiba kuldi. Endi kech. Tug'ilmagan bola endi tug'iladi. Mahliyo qochib chiqmoqchi bo'ldi. Derazani ochib tashqariga sakradi. Qorong'i dala, uzoqda esa qabriston siluet ko'rinardi. U yugurib borar ekan, qornidagi og'riq kuchayardi. Har bir qadamda ichidan bir narsa harakat qilayotgandek, tirnalayotgandek edi. Go'yo u chiqmoqchi. Mahliyo qabristonga yetib keldi. Qorong'ida bir qabrning ustiga yiqildi, silliq marmarga qarab o'qidi. Zulfiya, 22 yosh, ona bo'lish orzusi bilan olamdan ketgan. Qo'rqinchli tovush orqadan eshitildi. Bu go'yo bola yig'isiga o'xshardi, lekin bu yig'i odam bolasiga o'xshamasdi. Unda g'azab, iztirob va ochlik bor edi. Sen meni olib kelding. Endi men tug'ilaman. Qornidan bir narsa otilib chiqqanday bo'ldi. Og'riq shu darajada kuchli ediki, Mahliyo qichqirdi va hushini yo'qotdi. Tongda uni qabr tepasida topishdi. Tibbiyot xodimlari kasalxonaga olib borishdi. U shifoxonada hamshiraga qarab nimadir demoqchi edi. Ammo o'sha soniyada olamdan o'tdi. Ha, azizlar, shifokorlar ham ultratovush yordamida tekshirib, sababini aniqlay olishmadi. Hurmatli kuzatuvchilar, Mahliyoga hech kim yordam bera olmadi. Shu bilan hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, like hamda obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.